Xudo agar aqlimizdan olib qo'ysa, bitta joyda yosh bolani qilig'ini qilib qo'yamiz, shu bilan qancha narsani bo'lib ketadi. 14 mingdan ziyod mijozim bor. 14 mingta odam. Dadam bitta zo'r narsani aytardilar-da. Bolam, nom uchun ishla degan narsalarni men 2024-yilga kelib bilganman-da. Dada, quruvchilar bilan o'tirdim, meni hech qaysi tanimadi. Men chakkada quraman-da. Indamay, sen quraver, assista qilaver. Faqat zo'r-ku. Shaharda shu qilganmi? 4 milliondan sotgan, ha. Sen o'shan 2800 dan undan zo'r qilib qila olasan, qila olaman. Odamlar Xudoga shukr, uzoq yillik qilingan mehnatni ko'rib, ana qilib borib, o'chirib turib olishadi. Shu proyektimda qolmasa, bunisi proyektimni kutishyapti. Dadam aytayotdi-da. Bolam, shunaqangi narsani orzu qildim men. Shu Anvar Xudo xohlasa dom quradi, men shundan olaman. Kutib tur. Bir tug'ilgan kun bo'lsa aytadi, uyamoqchiman. To'xtab tur, yaqinda uy boshlayapti, o'shandan olasan deb aytadi. Sen shunaqangi narsaga olib kelishing kerakligini kutdim. Qilasan deb ishondim deb shunday ko'zida yosh bilan aytadi. 1-2 kun bo'ldi. Bu baxt degani. Bolam o'chirik bilan oladi sendan.